Assalomu alaykum aziz ishqibozlar. Kurka yo'nalishi, ya'ni uydagi biznes. Ko'rib turganinglardek, hozir may oyining oxirgi kunlariga yaqin. Kurka jo'jalar hozirda sayr qilyapti. Kechki boqish jarayonida. Katta ota-onalar hozircha qafasda, ularni ham hozir qamadik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qolgan jo'jalar mana bu jo'jalar yaxshi o'syapti. Почти 40 kunlik bo'ladi mana shu oyning oxirida. Çünkü jo'jalarimiz 40 kunlik bo'lishadi. Ko'rishingiz mumkin. Bularga hozirda start yemini beryapmiz. Chunki bu yerda katta kichigi borligi ko'rsalaringiz, chunki ochilgan orasida 10 kun, 15 kunlik, 20 kunlik ratnisasi ham bor. Ko'p emas. 5 ta yo 6 ta. Asosiy partiya shu kattalari, shu birga ochilgan 40 talar bor. Kichkina partiyalari valyerda bruderda turibdi. Men hozir sayrga olib chiqayotgan jo'jalarni ko'rsatyapman. Qisqacha video qilib. Pateriya yo'q, xudo xohlasa, bundan buyog'iga. Yaxshi jo'jalar. Xudo xohlasa inshaalloh qora chorniy almaz degan kurka jo'jalarimiz yaxshi rivojlanyapti, yaxshi o'syapti, mana ko'rishingiz mumkin.